Ota-onang kofir desa, u bolani yetaklab boshqa yurtlarga olib chiqib ketishlik osonroq. Ilgari mana yoshi ulug' kishilar bilishadi. 90-yillarning avvalida shunday voqealar bo'lardi. Tojikiston orqali Afg'onistonga chiqib ketishardi. Hozir xuddi o'sha ssenariy ostida hayot ketyapti, faqat manzillar o'zgardi. Turkiya orqali janglar bo'layotgan Suriyaga qarab yo'l chiqishyapti. U otasidan, onasidan uni sug'urib olishligi oson emas. Shuning uchun ota-onangga itoat qilmagin. U namoz o'qimaydi, u piyonist ekan, aroq ichar ekan, sen uydan chiqib ketgin deb shu da'vatlarni qilib keyin bolalarimizni olib chiqib ketishyapti. Alloh mana shu narsalardan o'zi panoh bersin. Diqqatliroq bo'lishimiz kerak, birodarlar. Uyg'onishimiz kerak. Agarda biz uyg'onmaydigan bo'lsak, bolalarimiz internet tarmoqlarida u katta bir joy, katta auditoriya. Nimani qidiradigan bo'lsangiz, o'shani topaverasiz internetda. Endi shunaqa bo'lyapti deb turib internetni to'sib qo'yishlik ham mumkin emas-da. Chunki zamon shu narsani talabida. Internetda qancha narsalar bor, undan foydalanishlik mumkin. Va qancha zararli narsalar borki, uni yo'qqa chiqarishimiz kerak. Buni esa foydalanishlik qanday bo'lishligini bolalarimizga bildirib tursak, ana shunda to'g'ri yo'lni tutgan bo'lamiz. Allohdan so'raymizki, Robbimiz bizlarni o'zi to'g'ri yo'lda sobit qilsin.